musulmon qizlari o'zlaricha hijab taqib olib, Facebook'ga suratlarni chiqarib, necha turli suratlarмен chiqib atır. Osunda bir fitna zamanında bu qizlarga men aytarım, bu zina. Bu zina. Bu zinaxorlik bu. Shunimen taqvol adam Facebook'ga tushgan qizlarni almaydi. Jigitlar, men senlarga aytayin, o'zining suratga ashkirlagan o zinaxor qizlarga jo'lamanglar. Onlar zinaxor qizlar olar. Necha 1 milliardlagan erkekler menen ko'z zinasına qalgan qizdan yerten taza perzen chiqmaydi. Yerten onday qizdan qari chiqmaydi. Yerten onday qizdan zabardast ulamalar chiqmaydi. Yerten onlardan ar namusli batırlar chiqmaydi. Sebebi ol o'zining ar namusin o'sha ko'z zinasi menen qurtib bitirgan bular.